Mana sizda bolalikda duduqlanish bo'lgan. Va bu qiziq tarafi qarang. Dunyoda ham ko'p mashhurlarda bu holat bo'lgan. Misol uchun Mr. Bean, ya'niki Rowan Atkinson degan Buyuk Britaniyalik juda mashhur Mr. Bean, Rowan Atkinson. Ularda bo'lgan. Juda ko'p odamlarda bo'lgan. Odamda ham bormi ekan? Men endi sizdan eshitdim mana. O'sha holatni qanday yenggansiz? Bu qo'shiqchi uchun bu juda katta narsa-da. Bu aslida men o'sha qo'shiq aytganda bilinmaydi-ku. Qo'shiq aytganimda o'sha xuddi haligi menda bu narsa yo'q dey. Lekin munosabatda qiyin. O'sha dialoglarda, o'sha gaplashishlarda bu meni hamisha qiynab kelgan. Yaqinlargacha ham qiynalganman o'sha munosabatda. Suhbatlarda o'sha ba'zi bir gaplarni gapirmay qo'yish bor-ku, u siz ataylab gapirmay qo'ymagansiz. Uni aytish qiyin edi-da. Tilga kelish bor-ku. Men aynan ba'zi bir harflarda o'sha boshlanish, o'sha harflarda og'irroq harflar menga o'sha talaffuzimga kelmasdi-da. Shundan keyin tormozlanib qolardim-da. Tormozlanganda yerda tepishim kerak. Yerda tepib turib gapirayotganimda odam hayron bo'lishi mumkin. Bu uni oldida xuddi men masxaramiz harakat qilib turganimdek. O'sha qiynaladi. O'sha qiynaydi meni endi. Qiynagan avval ko'proq. Hozir ham bor endi ko'p. Taxminan necha yoshlarda bu narsani yenggansiz? Shu 30 dan keyin. Vau, yaqin keyin, ha. 30 endi katta yoshda. Yaqinlargacha ham bor edi-da. Endi buni yengib borganim yo'q, lekin har qanday yaxshi. O'sha ilgarigidan yaxshi bo'ldi. Bu yengib butkul yengib borganim yo'q. Bir tormozlansam ketib qolaman. Nima bo'lganda tormozlanish bo'lardi? Qanday holat bo'lgan? O'sha hayajonlanishda, o'sha qiyin so'zlar kelib qolganda, o'sha ko'proq hayajonda bu narsa ko'p bo'lgan.